Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Yana qayta bir qatam yuz ko'rishdik. Ma'murga shukrlar olsun. Biz bundan burun o'tgan 4 qatimlik darsimizda bularning hammasi ayrim bir bo'lak. Ya'ni bularning hammasi siz odatda shuroq kurslarida yoki boshqa bir til o'rganish kurslarida asosiy jihatda yo'l qo'ygan temalar nominativ, akusativ, dativ va genitiv to'g'riliqlar edi. Vallahi biz bunu tugatdik. Gerçi 100% bo'lmasa-mu, aldiken 180% tamamlık deb qarayman. Ama bu anda şu xil misollar uchraganda va yoki shu xil masalalarga ayrim yo'liqqan vaqtingizda belki uluqib ketmaysiz. Al bugungi kunda men boshqa qarindoshlarimizdan so'rash, ba'zi bir fikrlarni topshirib berish orqali shuni bildimki, nemis so'zliklarni o'rgangan bo'lsam ham grammatikani yodlagan bo'lsam-mu, al bugungi kunda yana o'zining ko'z qarashlarini ifodalab beramayotganligini. Shuning bilan men bir yangi bir plan, yani o'qishma 3 videoni ishlashni qaror qildim. Bu 3 videoda asosiy o'qishma 3 xil tema, ammo bir-biridan nice chambarchas bog'lanib ketgan 3 muhim tema to'g'ri so'zlandi. Birinchisi bo'lsa jumlaning qurilmasi, undan keyin fe'llarning turilishi va oxirgisida jumla ichidagi fe'llarning va yoki jumla o'zidagi zamon shakli so'zlandi. Shuningdek biz bu 3 temani tugatib bo'lsak, xudoyim buyursa siz nemisini shamarday so'zlab ketasiz deb qarayman. Bak oddiy o'ylaydigansa bir ishlar necha ish kirding? Ham shamar deb ketmasakmi, lekin burunqidek jumla tuzish va o'zininki o'y fikrini ifodalashda yo'liqqan masalalar bir qadar yengillaydi deb qarayman. Bugun birinchi saatlik darsimiz bo'lsa, boshlab o'tganga o'xshash jumla qurilmasi. Darsni o'tish bilan birga shunday qo'yishni to'g'ri topdimki, yana Uyg'ur tili bilan ba'zi bir selishtirishlarni qilmay, ammo siz cho'qim Uyg'ur til formulasini tushirishga tirishmang. Çünkü yana nemischaning o'ziga xos ba'zi bir xosligi va individualligini dars o'tish jarayonida, anglash jarayonida cho'qim tushunib qolasiz. Uyg'ur tilimizda jumla o'z ichidan, ya'ni ma'no jihatdan 4 ga bo'linadi. Ular bayon jumla, savol jumla, undash jumla va buyruq jumla. Ama nemis tilida unday emas. Nemis tilida mazmun va qurilma jihatdan jumla oldikeni 6 yoki 7, ba'zi kitoblarda 7 debdi, ba'zilarda 6 debdi. Asosiy jihatdan 6 turga bo'linadi. Ammo bugun faqat va faqat eng muhim hem sizga ehtiyojingiz bo'lgan 3 turni so'zlayman. Qolgan 3ni men ip qo'yishni to'g'ri topdim, chunki buga men bir vaqt evasam bek umashilib ketadiganidek turdi. Nemis tilidagi jumla o'z ichidan 3 ga bo'lindi. Hauptsatz, Nebensatz va Fragensatz. Hauptsatz degan Uyg'ur tilidagi ma'nosi bo'lsa asos jumla. Buni siz hargiz Uyg'ur tilidagi bayon jumla devamlang. Çünkü o bayan cümlede bazı bir xususiyetler bununda var, lekin yana ba'zilari bununda olması mümkün. İkincisi olsa neben cümle. Bunu biz yandaş cümle deb ataylı. En axırqisi olsa Fragensatz, yani o'zininki ismidan chiqib turgan o'xshash bu bir savol jumla. Xo'sh, buningki ilingan misollarning hammasi hozirgi zamon shaklini maqsad qilib, ham shu bo'yicha, shu prinsip bo'yicha bo'ladi. Hargiz o'tgan zaman qaramaydi. Chunki bunda deyishimning sababi o'tgan zaman bilan hozirgi zamonningki ikkisida fe'llarning turilishi o'xshash bo'lmaydi. Xo'sh, hamsi biz Hauptsatzga bir misol aytaylik. Ich spreche sehr gut Englisch. Ich spreche sehr gut English. Bu jumlaga qaragan bo'lsak, ich degan Uyg'ur tiliga o'xshash, ya'ni bu jumla egisi bo'ldi. Sprechen ve yoki birinchi shaxslar turilib ketgandan keyingi olti spreche bu bo'lsa bu jumladagi verb ya bo'lsa predikat. O'zimizdan tilga ilib etsak, dal bu jumladagi fe'l bo'ldi. Sehr gut bo'lsa bu jumladagi sifat. English bo'lsa dal biz davatgan va yoki biz bilish tegishli bo'lgan bu jumladagi obyekt, ya'ni to'ldiruvchi bo'ldi. Balkim Uyg'ur til grammatikasini o'rgangan qarindoshlarimiz bayqagan bo'lishi mumkin. Bu yerda sal bir cho'ng qalayimqanchilik bor. Ya'ni biz boshida o'tgan ega va to'ldiruvchi bo'lsa jumla bo'laklariga ketadi. Ammo fe'l bilan sifat bo'lsa bu so'z turkumlariga ketadi. Mana bu dal nemischaninki mishadagi bir o'zgachilik. Hargiz Uyg'ur shuni men boshida o'tdim, Uyg'ur til grammatikasiga cho'qim tushirma davomman, chunki bu til o'ziga xos bir til. O'zgimiz qaytib kelsak, bir Hauptsatzni tuzish uchun bizga bir formula kerak. Biz bu formuladan chetlab chiqolmaymiz. Biz yana bir misolda shuni bilan birga siz ham yaxshi tushunib olishingiz mumkin. Ich esse heute Polo. Bu cümledeki ish bo'lsa, başta o'tganimizga o'xshash subyekt. Esse bo'lsa, ya'ni fe'l. Birinchi shaxs men bilan turinib ketganligi uchun essen degan so'z esse o'zgarib ketib qoldi. Heute bo'lsa bu cümledeki faqat va faqat bir vaqtdir xolos. Eng oxirgi polo bo'lsa, dal bu cümledeki obyekt, ya'ni to'ldiruvchi bo'ldi. Ammo aniq bilishingiz kerakki, obyekt ya'ni o'z ishidan 4 ga bo'linib ketadi. Buning 3 dal biz burun o'tib bo'lgan akusativ, dativ, genitiv.
Agar bular to'g'riliq bilmay qolib qolsangiz va yoki buni aniqlamay qolib qolgan bo'lsangiz, siz men burun o'tgan videolarni yana bir qatam ko'rib chiqsangiz bo'ladi albatta. Endi biz bu jumlaningki so'zlarning o'rnini almashtirish orqali yana o'xshash ma'noni ifodalab bera olamdi degan savol qo'yilganda bo'ladi. Ya'ni masalan, ish esa heute puloningki boshqa bir xil shakli bo'lsa, heute esi ish pulu. Uchinchi xil shakli bor deyilsa, pulu esi ish heute. Balkim siz bayqadingizmi-ki, birinchi, ikkinchi, uchinchi jumlaga qaraydigan bo'lsak, bularning nihoyat cho'ng bir o'rtaqligi bor. U bo'lsa-mu, ikkinchi o'rinda cho'qim va cho'qim fe'l keladi. Birinchi o'rinda balkim ism kelishi mumkin va yoki birinchi o'rinda balkim obyekt kelishi mumkin. Xuddi uchinchi misol o'xshash va yoki birinchi o'rinda balkim vaqt kelishi mumkin. Ammo uning qaraytish chog'ida ikkinchi o'rindagisi cho'qim va cho'qim bu jumladagi fe'l bo'ladi. Shuning uchun nemischada verb ist der Boss, ya bo'lmasa verb ist der König deyiladi. Ya'ni fe'l bir jumlaga nisbatan va yoki bir jumladagi podshohdir. Buning o'rni hargiz o'zgarmaydi. Agar siz buning o'rnini almashtirib o'tdingiz, mantiqingizni ifodalashda cho'qim mas'ul ko'rildi va yoki xatolik ilib berildi. Ammo men yana bir narsani aniq ta'kidlab qo'yay. Hozir bu deganimiz, ya'ni jumlaningki fe'l jumlaning faqat ikkinchi o'rinda keldi deb muqimligimiz faqat va faqat Hauptsatzga qartilgan. Nebensatz-unda emas, Fragensatz-unda emas. Shuning uchun ilashtiribman, bo'lsa bir daftar, qo'lingiz qalam ilib, buni boshdan oyoq aniq konspektingizga yozib olganingiz yaxshi. Hauptsatzga faqat va faqat hozirgi zamon shaklini ifodalagan vaqtida ikkinchi o'rinda fe'l keldi. Hozir olgan ikki misolimizni qarab, ya'ni ish esa pulu bilan ish spreche sehr gut English, mana bu ikki misolimizni qarab biz bir formulani bundan tepib chiqalaymiz. Ya'ni birinchilab subyekt keldi. Uning keyindan cho'qim va cho'qim verb, ya'ni fe'l keldi, undan keyin obyekt keldi. Mana bu eng oddiy holatdagi Hauptsatz, ya'ni o'zingizning o'ylamoqchi bo'lganda hozirgi zamon shaklida ifodalamoqchi bo'lsangiz, bu formulani ishlatib turib bir jumla qurishingiz kerak. İkinci noktada so'zlayganimiz Nebensatz. Hauptsatz bilan Nebensatz ikkisiniki bunda bir cho'ng farqi bor. Buni savolingiz cho'qim mahkam saqlang. Hauptsatz bo'lsa, ya'ni asos jumla bo'lsa, o'z yolg'iz kelgan ahvolda ma'lum bir ma'noni avtorninki so'zligining ma'lum bir mavqesini ifodalab bera oladi. Ammo Nebensatz, ya'ni yandash jumla yolg'iz kelgan ahvolda ma'lum bir ma'noni ifodalab bera olmaydi. Nebensatz cho'qim Hauptsatzga yondashib kelish kerak. Ham shuning bilan birga weil, außerdem shunga o'xshaydigan jumla bog'lovchi qo'shimchalar bilan birga kelish kerak. Shundalar bu yondashim jumla Hauptsatz bilan birlikda yangi bir ma'noni ifodalab bera oladi va yoki o'z oldiga bir ma'no ifodalab bera oladi. Faqat Hauptsatz bilan birlikda ahvolasizlar. Ammo o'zi yolg'iz kelganda bu bir ma'no ifodalab bera olmaydi. Xo'sh, undaqda biz Nebensatzdan birga misol olaylik. Ich spreche sehr gut English. Bu biz boshda misollarga Hauptsatz. Ammo biz buni ishlatishimiz kerak, chunki biz buni ishlatish orqali aniki Nebensatzning ma'nosini yoritib bera olamiz. Ich spreche sehr gut English, weil ich früher English studiert habe. Balkim bu jumlaga qaragan vaqtda boshda biz deb o'tgan formularimizga tushmaydigan yana bayqagan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni biz yolg'iz mushu Nebensatzga endi qarasak, weil ich früher English studiert habe. Weil ishdan keyin, ya'ni subyekt ishdan keyin fe'l kelmay, bu fe'l eng oxirga tashlanib ketdi. Chunki bunda bo'lishlik sabab dal mana bu jumladagi so'z bog'lovchi, ya'ni jumlani bog'lovchi qo'shimcha weil bo'lganligi uchun eng oxirga tashlanib ketdi. Agar whilening o'rniga den degan so'z kelgan bo'lsa, garchi ikkisining ma'nosi o'xshash bo'lgan taqdirdami, lekin bu xil ahvolda, ya'ni den kelgan ahvolda bu jumladagi fe'l eng keyingi bo'lib tashlanmaydi. Chunki men burun inglizchani ya'ni o'rganib boqqan. Bu yerdagi o'rganish albatta oliy maktabdagi o'rganishni ko'rsatdim. Ammo denning o'rniga while kelganligi uchun, garchi ikkisining ma'nosi o'xshash chunki bo'lsa-mu, ammo while bo'lganligi uchun ham bu jumladagi fe'l, ya'ni yordamchi fe'l, habe degan yordamchi fe'l jumlaning eng oxiriga bo'lib tashlandi. Ich spreche sehr gut English, weil ich früher English studiert habe. Mana bu jumlaning eng oxirgi hashning mushiqidagi butun jumlada dal biz deb o'tgan Nebensatz. Buning oldidagi bo'lsa, ya'ni ich spreche sehr gut English bo'lsa, bu Hauptsatz. Agar keyingi Nebensatz yolg'iz kelib qolsa, ya'ni weil ich früher English studiert habe, chunki men burun ingliz o'rganib boqqan deb qolsa, qarshi tarafdagi odam va anglag'uvchi bu gapni sizning zot nima demoqchi bo'lganingizni tushunmaydi. Shuning uchun bu dal bu siz da'vatgan Nebensatz bo'ldi. Bu o'shanda 3-turda biz deb o'tgan Fragensatz bo'ldi. Fragensatz o'z ichidan ikkiga bo'linib ketadi. Amaliyot Fragensatzni tuzish va yoki bog'lash uncha murakkab emas. Faqat uning qoidasini yaxshi bilib olgan ahvolasizlar.
Xo'sh, bizda o'tgan ikki turningki birinchi turi bo'lsa wie fragen. Ya'ni bu yerga wie fragen degan nima desak, German tilida o'xshamagan jumlaning beshida keladigan 7 yoki 8 wie harfi bilan boshlangan so'zlar bor. Bular bo'lsa wann, warum, wo, wohin, wer, wie, wie viel. Bu so'zlar boshda kelgandan keyin bundan keyin ham cho'qim fe'l kelish kerak. Undan keyin ya subyekt keldi ya obyekt amaliyot qol qarta oldi. Hamma misol berib shuni texnik yaxshi tushuna olasiz. Warum kommst du? Warum degan nimishqa? Kommst bo'lsa kommen degan so'zdan turinib chiqqan. Du bo'lsa sen, ya'ni sen nimishqa kelding degan. Shuna o'xshash boshda warum keldi, undan keyin fe'l keldi, undan keyin shaxs ya bo'lmasa subyekt keldi. Ya'ni bir misol bersak, wann schläfst du? Wann degan qachon ikkinchi shaxs turinib kelganligi uchun schläfst deb ketdi, ya'ni du keldi, ya'ni sen. Sen qachon uxlaysan? Balkim bayqagansiz, bugun olgan misollarimizning hammasi hozirgi zamon shaklida kelyapti. Agar hozirgi zamon shaklida bo'lmagan ahvolatsidimi, ya'ni o'tgan zamon shaklida ve savolni qo'ymoqchi bo'lgan taqdirdimi, oldidagi so'z cho'qim ve keldi. Bu 7 so'zni cho'qim yodda bilan. Bu nihoyatda muhim. Agar siz jumlani tuzish maqsad murakkab keldi degan taqdirdami, bu 7 so'zni cho'qim yodlab olsangiz, nurg'un savollarni faqat mush 7 so'zni qo'yish orqali ifodalab bera olasiz. Masalan, bozorga chiqib wie viel desangizlar bir narsani ko'rsatib, bu qancha degan. Albatta bu yerda hech kim boshqa narsani o'ylamaydi, uning bahsini o'ylaydi. Agar yana texnik mukammal bir jumla tuzmaysangiz, wie viel kostet es? Kostet bo'lsa bu jumladagi fe'l oltida keldi, is bo'lsa bu jumladagi subyekt oltida keldi. Bu jumladagi ega keldi, wie viel bo'lsa qancha bo'ldi. Mening tavsiyalarim shuki, bu 7 so'zni yodlabidan va bu 7 so'zni eng oldiga qo'yib, uning keyiniga fe'l qo'yib, undan keyin shaxsni qo'yib, o'zingiz xohlagan jumla tuzaversangiz bo'ldi. Ammo yana bir narsani aniq ta'kidlab qo'y. Bu holatda siz tuzgan jumla faqat hozirgi zamon shaklida bo'ldi. Oddiy formulasini yozib olaylik. Wie fragen keldi, ya'ni bu 7 so'z, undan keyin verb keldi, fe'l keldi, ammo bu cho'qim turilish kerak, undan keyin subyekt. Asosiy jihatdan shaxs, ya'ni bu jumladagi x keldi. Shart tartiblarda tuzsangiz, sizning wie fragen, ya'ni hozirgi zamon shaklida ifodalamoqchi bo'lgan savolingiz cho'qim to'g'ri bo'ldi. Xo'sh, bu ikkinchi xil jumla shakli hammadan jiq uchraydi, hammadan ommabop tarqalib ketgan. Buni cho'qim bilib olishingiz kerak. Bu bo'lsa bir savol jumla qurmoqchi bo'lsangiz, cho'qim birinchi so'z cho'qim fe'l bo'ldi. Esingizda bormiki, biz boshda Hauptsatzni so'zlagan vaqtimizda boshda subyekt keldi, undan keyin verb, undan keyin obyekt keldi. Ammo savol jumla dal buning aksi. Ya'ni boshda subyekt emas, balki boshda verb keldi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim boshda verb keldi. Undan keyin subyekt keldi, undan keyin obyekt keldi. Aldırma, men tushunmayli ketdim. Masalan, misol aytib baxsak, kommst du heute? Kommst degan gap kilamsa degan gap. Albatta kommen degan gapdan turinib chiqdi. Du bo'lsa bu jumladagi shaxs, heute bo'lsa vaqt. Bu jumla bog'lamoqchi ham tuzmoqchi bo'lganligimiz uchun boshda cho'qim bu fe'lni keltirdingiz, undan keyin shaxs keldi, undan keyin vaqt keldi. Yana bir misol olsak, gehst du zum Arzt? Eng oldidagi gest bo'lsa, dal bu jumladagi fe'ldir. Gehen degan gapdan turinib chiqdi. Turinishining sababi dal keyindil kelgan subyekt, ya'ni du, ya'ni ikkinchi shaxs bo'lganligi uchun gest bo'lib ketdi. Undan keyin zum Arzt. Sum bo'lsa bir bog'lovchi qo'shimcha, ya'ni g'aqaga yo'nalishni belgilaydi. Lekin keyindan kelgan arst bo'lsa dal bu jumladagi obyekt. Ya'ni sen doktorga boramsan degan. Endi biz buning formulasini muqimlasak, boshda fe'l keldi, undan keyin subyekt keldi, undan keyin obyekt keldi. Mana bu dal keng ko'lamli ishlanadigan savol jumlalarining formulasi. Bu shu formulaga siz so'zlarni solsiz, shuning bilan siz bir savol jumlasini tashkil qila olasiz. Ammo bilishga tegishli eng muhim nuqta turlashni hargiz unutib qolmang. Fe'l cho'qim shaxs qarta turinib ketadi. Buni cho'qim yodlashingiz kerak. Afsus. Xo'sh, bu formulaga asoslanganda siz har qanday bir Hauptsatzni fragen zatsga, ya'ni asos jumlani va yoki uyg'ur tilidagi bayon jumlani siz bir savol jumlaga o'zgartirasiz. Masalan, biz eng boshda olgan VS'ni heute polo. Biz polo yeymiz. Iniqroq aytganda, hozirgi zamon shaklida biz bugun polo yeyapmiz. Bu jumlani siz savol jumlaga o'zgartirasiz. Ya'ni o'tirlatga ikkinchi o'rinda kelgan fe'lni faqat oldidagi subyekt bilan eg bilan almashtirib olsangiz, ismi qo'yib polo desangizlar, ya'ni bugun biz polo yemdik degan savol chiqadi. Eng oxirida bir misol olsak, bir Hauptsatz misol olaylik. Du machst Hausaufgaben. Ya'ni sen topshiriqni ishlaysan, ya'ni ishlayapsan degan. Agar buni biz Fragensatzga o'zgartmoqchi bo'lsak, g'oyat oddiy.
en aldidagi fiil bilan subyektning o'rnini almashtirib o'tamiz. Ya'ni fiil birinchi o'rinda, subyekt ikkinchi o'ringa keladi. Ammo hop zati bo'lsa, fiil ikkinchi o'rinda, subyekt birinchi o'ringa keladi. Xo'sh, agar o'zgartirib bersak, maqsad Hausaufgaben. Xo'sh, endi biz qisqacha yig'inchoqlab boqaylik darsimizni. Jumla o'z ichidan 3 ga bo'linadi. Hauptsatz, Nebensatz und Fragensatz. Hauptsatz yalnız kelganda ma'no ifodalab beradi. Nebensatz unda emas. U cho'qim Hauptsatzga beqinib kelish kerak. Uchinchisi bo'lsa Fragensatz. Hauptsatzning formulasi. Hozirgi zamon shaklida tuzmoqchi bo'lsak, bir jumlani subyekt va obyekt. Mush formulaga muvofiq so'zlarni qo'ysak, biz istamoqchi bo'lgan bir mukammal bir jumlani tuzalaymiz. Vah. Ne bilibsiz bo'laverganda, bugun men xiljiq narsalarni bilib oldim. Voy, yo'q, nemis bo'lavermaydi. Ashno muvofiq bo'lgan so'zlarni qo'yish kerak. Ham eng muhimi fe'l shaxs bilan turilish kerak. Hargiz to'qla kelib qo'ysangiz bo'lmaydi. U vaqtda grammatikal xatolik bo'ldi. Masalan, du ko'min qo'ydi desiniz, sen kelamsa bugun Sarandek savol so'rayotgansiz. Cho'qim turilish kerak. Agar turilmay qolib qolsangiz, tamom qarshi taraf balki tushunib qilishi mumkin. Ta'liq kelsa dexe. Agar ta'liq kelmay qolib qolsa, bu grammatikal mazmun jihatdan to'ldirg'isiz bir xatolik bo'ldi. 3-o'rinda bo'lsa biz Fragensatz dedik. Fragensatz o'z ichiga ishki bilindi. Wie fragen, ya'ni birsiga normal Fragensatz. Wie fragenda 7 yoki 8 so'zni deb o'tdim. Bularni qo'ysiz, keyinda fe'lni qo'ysiz, undan keyin subyektni ham amaliy ahvol qarta obyektni qo'ysangiz, mukammal bo'lgan bir wie Fragensatzni tashkil qilgan bo'lasiz. Ikkinchi xil shakli bo'lsa, ham birinchi uchraydi. Baş çoxum bunun formulasi, baş çoxum verb keldi, ondan keyin subyekt keldi. Bu ikkisini o'rni hargiz almış ketsin. Almış ketdi, u vaqtda Fragensatz emas, balki Hauptsatz bo'lib qoldi. Başta verb keldi, endi keyin subyekt keldi, ondan keyin obyekt keldi. Balkim siz bugungi darsimizni ko'rish orqali ham ba'zi narsalarni bilmasligingiz mumkin, ba'zi narsalarning bo'shliq qilib qolganini bilishingiz mumkin. Va yoki bu daqiqada darsingizni ko'rish orqali shunda o'xshash tuyg'uda bo'lishingiz mumkin. Ama şu 3 qatma darsimizni birlashtirib ko'rgan ahvolasida siz jiq narsalarni tushuna olasiz deb qarayman. Ham undan sizga bergan tavsiyalarim, mening taklifim bugungi darsdan boshlab siz qo'lingizga cho'ng qalam va cho'rnoy edib, bu videoni davomli to'xtatib, yezib meni andikin buning hammani chiroyli konspektga ko'chirib bunda bo'lgan vaqtda siz texnik yaxshi tushunishingizga ham o'zingiz yangi qoidalarni tasdiqlab chiqishingizga cho'qim foydasi bor deb qarayman. Bugun o'tgan o'xshama ishki formulalarni mahkam yodingizda tuting. Bu orqali chiqroq mashq qilib bering. Ammo yana bir narsa cho'qim meni saymansa qo'y, bular faqat hozirgi zamon shakliga mos keldi. Kelgusi zamon va o'tgan zamon shakliga bu formulalar 100% tushib ketmaydi. Ammo buni biz 3-qatma darsimizda texnik ko'z ham texnik mukammal so'zlab o'tamiz. Bu tams qarindoshlarimiz tushunmaydiganlarni, ya'ni videoni qayta bir ko'rish va yoki to'xtatib turib, yezib va yoki o'zingiz yana bir misollarni yezish orqali texnik yaxshi tushunishingizni ishonman. Gepimni esingda chiq. Sen o'zingni tushundim degan vaqting hech nimani tushunmagan vaqt. Agar tushunmaydigan yeringiz bo'lib qolsa, yoki boshqa bir mujamallik bo'lib qolsa, asl inkas altı yozib qo'ysangiz, qo'limiz ko'ksimizda jiqingizni yaqin qilib berishga inshaalloh tirishamiz. Kelar soni ko'rishga omon bo'ling. Allohga omonat.